Assalomu alaykum baliq ovish qozlari. Bugun yana bir imkon bo'lib qoldi. Vaqt qilib baliq oviga keldik. Xudo xolasa, inshaalloh nasib qilsa tushamiz. Videolarimiz yoqayotgan bo'lsa kuzatib boringlar. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lsalaring, videolarimiz birinchilardan bo'lib yetib boradi. Xudo xolasa endi chiqayotgan mahallarni ko'rsatishga harakat qilaman. Xo'p, joyga endi kelsak, joyimiz mana shunaqa joy. Zakan, xudo xolasa mana sherigimiz Ro'shan akam chetdalar. Mana shu joy endi akalar. Xo'p, poplovoylarimiz mana suvga tashlab qo'ydik. Endi bu joylarda sazan, ilonbosh, karas ko'p bo'lardi. Endi bugun ko'ramiz endi. Xamirillik sazanga hozircha. Chiqib qolsa, xudo xolasa nasib qilgan bo'lsa olamiz. Yo'qsa like bosinglar. Endi bu joy hech qanaqangi repoz unaqa joy emas. Mana ko'rib turibsizlar, zakan. Tabiiy joy. Biz asosan repozlarda o'qimayman. Ko'proq zakanga chiqaman. Zakan tabiat qo'ynida. Endi tabiat bari boshqa. Xo'p, xo'rakka keladigan bo'lsak, xo'p, mana shunaqangi xo'rak hozir ko'rsataman. Mana xamir akalar. Endi bunda aralashma ko'p, asal, shunaqangi narsalar, hid beradigan narsalar qishki kuniga mana shunaqangi narsalar qo'shib tayyorlaganmiz. Xo'p, ovimiz davom etadi. Kuzatinglar bo'lmasa. Imkon qadar chiqayotgan mahallarni ko'rsatishga harakat qilaman. Do'stlar, mana ovimiz davom etyapti. Yomg'ir yog'yapti. Yomg'irda baliq yaxshi oladi. Qandaydir yomg'ir yog'ayotgan mahal baliq yaxshi oladi. Endi bu joyda eng chuqur joyi mana shu joylarida. Shu joylarga tashlayapmiz mana. Endi ko'ramiz endi. Mana shu manzaralar endi mana shunaqa joylar. Xo'p, bu joyimiz ancha chuqur zakan. Ancha tepadan turib tashlaymiz. Beka mana donka qilib tashab qo'yganmiz otmamizni. Mana shu joy. Mana do'stlar, qanaqa joylar deb qiziqqanlar uchun. Xo'p, bu tomonlarimiz mana shu katta yerlar, bug'doyzorlar, mana bug'doyga kelgan hozirgi paytda. Endi shu joylar mana shu zakan akalar. Kimlardir rephoz basmi deb ko'p yozishyapti. Rephozdan tutyapsiz deyishyapti. Men hali shu vaqtgacha rephozga bormaganman. Endi oldinlari bir qiziqishda borgandim, lekin u joydan syomka qilmaganman. Rephozdan baliq ushlamaganman. Men asosan mana shu tabiat qo'yniga qiziqaman. Mana shu zakan juda ham chiroyli, suvlari ham cho'tka bo'lib qopti. Anchadan beri kelmodik. Oldingi safar kelganda chuvalchon olib kelgandik. To'g'risi ko'rdilar, o'tgan safargi ovimizda mana shu joyda dali 2 dona karas olganimizcha boshqa olmadik. Endi bu safar xamir olib keldik. Suvi juda ham chiroyli. Endi ko'ramiz. Endi bu safar xudo xolasa nasib qilgan bo'lsa ushaymiz. Hozirda sazanga tashladik. Xamirda. Endi hozir ko'ryapmiz. Endi mana sizlarga joylarni ko'rsatyapman. Mana shunaqangi joylar. Odamlar mana shunaqa qilib joy qilib oladi endi kelganlar. Bu joylarga ham ovchilar juda ham ko'p keladi. Endi karvon ko'p, rizqi bo'lak. Nasib qilgan bo'lsa chiqaveradi. Endi lokatsiya deb so'raganlar juda ko'p bo'ladi.
To'g'risi lokatsiya bera olmayman. Boshida juda ham ko'pchilikka lokatsiya berdim. Keyin borsak to'g'rilab yuborishgan bo'ladi, to'kilab yuborishgan bo'ladi. Suvga tushib chayib yuborishgan bo'ladi. O'zimiz ham baliq usholmay qaytib ketamiz keyin. Shuning uchun xafa bo'lmanglar, lokatsiya bera olmayman. Bu joylarni biz ham to'g'risi osonlikcha topmaymiz. Oqtarib topamiz endi bunaqa joylarni. Endi o'sha odam endi oqtarib o'zi mana shunaqangi yaxshi joylarga to'g'ri kelib qoladi. Keyin o'ylasa bo'laveradi. Xo'p, joylar. Mana sizlarga joylarni ko'rsatyapman. Har xil odamlar fikri bo'yicha repqo'z deganlar uchun repqo'z basligini ko'rsatib qo'yapman mana. Xo'p, mana u zakan tupik. Mana u yerda xo'p, katta biz enazak deymiz. Mana shu enazakdan bu tomonga suv kiradi. Xo'p. Mana joyimiz mana katta enazak. Mana shu joyimiz katta enazak. Xo'p, enazakdan bu tomonga xo'p, tupik zakka baliqlar kiradi. Asosan mana shu qishki kunida ko'proq baliq bu tomonga kirib oladi. Bu enazakda suvlar ancha ozayib ketadi qishda. Hozir ham ancha tushib ketgan. Keyin enazakda ko'proq qolib ketadi baliq. Mana shunaqangi joy. Joylar xudo xolasa chiroyli. Qishki kunida endi baliq aktiv bo'lmaydi. Buni ko'pchilik yaxshi biladi. Asosan karas baliq aktivroq bo'ladi. Endi sazan ham duch kelib qolsa oladi. Asosan qishki kunida hidli xo'rakka sazan yaxshi oladi. Xo'p, xamir iladigan bo'lsalaring hidli qilib, asalli, revitli shunaqangi qilib tayyorlab tashlasalaring inshaalloh xudo xolasa o'sha yerda bo'lsa baliq oladi. Shunaqa endi nasib qilib qolsa ishtima bas. Mana shundaqangi joy mana. Biz hozir mana shu zakanda tupik zakanda ov qilyapmiz. Shu biz hozir o'tirgan joyimiz bu joylarga nisbatan chuqurroq. Hozirgi kunda sovuqda baliqlar asosan chuqur joyga tushib oladi. Chuqur joyda tagida yuradi. Suv harorat tepaga nisbatan sal iliqroq bo'ladi. Shuni hisobiga chuqur joyga tushib oladi. Endi ovchilar endi bilganlar ham ko'pchilik yaxshi biladi. Endi bilmaganlar uchun eslatma. Qishki kunida qachonki baliq ovga chiqsangiz, eng chuqur joyini topib, o'sha joyga qarmoq tashlang. Sayoz joylarda qishda uncha bo'lmaydi. Yozda endi sayoz joyga ham yaxshi chiqadi. U nima deydi? Sazan ham, ilonbosh ham ov qilgani chiqadi. Endi sazan endi misol o'tlar bilan shunaqangi narsalar bilan oziqlanadi. Yozda sayoz joyda ham chiqaveradi. Endi qishki kunida shunaqangi chuqur joylarga tashlasalaring, xudo xolasa baliqlar o'sha joyda bo'ladi, to'planib olgan bo'ladi. Nasib qilgan bo'lsa chiqaveradi. Nasib qilmasa nima qilsangiz ham chiqmaydi. Shunaqangi joylar. Bu joyda endi taxminan bir 4-5 yil oldin ekan kovlagan mana maytlar yerlar o'nqir-cho'nqir bo'lib yotibdi. Endi zakan shuni hisobiga ham ancha chuqur bo'lib ketgan. Tepadan tashlashga to'g'ri keladi. Endi katta baliq chiqsa, ov olish juda qiyin. Pastga tushib olmasangiz, u albatta lovdan chiqib ketib qoladi. Lov yirtilib ketib qoladi.
Endi xo'p, hozirgi o'tirgan joyimizda pastga tushishgacha imkoniyat borligi uchun o'sha joy chuqurroqligi uchun o'shda o'tiribmiz. Endi Xudo xolasa nasib qilgan bo'lsa tushamiz. Xo'p. Akalar mana Xudo xolasa sazan ilashdi Ro'shan akamning qalmog'iga. Sekin boy aka, charchating. Narmanli ekan, kattaroq ekan, charchating. Charchating uni aka. Pastga tushasizmi ekan? Yaxshi, narmanli sazan. Bag'dan o'tiring, bag'dan. Charchating aka uni. Narmanli sazan. Xudo xolasa mana natijalar qishki kunida bo'lyapti. Sekin qalmoqni o'rab qirg'oqdan qo'lingizda ushlab oling boy aka. Chiqib ketib qoladi. Yaxshi ilinsa ham bilib bo'lmaydi-da, chiqib ketib qolishi mumkin aka. O'ring. Oldingizga olib kelib qo'lingizda ushlab olavering. Akalar mana qishki kunida Xudo xolasa natija bo'lyapti. Zo'r sazan. Bugun mana 8-dekabr. Ro'shan akam mana oldilar Xudo xolasa. Qo'lda ushlab, baliqdan ushlab olavering aka. Chiqib ketib qoladi bo'lmasa. Qani endi bir teparoqqa chiqincha bir kameraga ko'rsatingchi u janavorni. Kallalari bilan aka. Qo'ying qalmog'ini. Oh, dahshat akalar, dahshat. Qishda sazan. Mana shu joy akalar. Xudo xolasa o'miz bo'lyapti mana. Natija bor. Mana shu zakan akalar. Hech qanaqangi bu repxoz unaqangi joy emas. Repxoz ekan u bu deb yana yozmanglar. Mana repxoz emas, zakan. Natija bo'ldi mana Xudo xolasa. Hozirgina kelgandik. 5-10 minut ichida natija. Bugungi o'miz o'z nihoyasiga yetdi. Yomg'ir tezlashib ketdi. Shuning uchun endi qaytyapmiz. Bugungi natija o'sha bitta sazan bo'ldi. Xudo xolasa nasib qilgani shu ekan endi. Endi qaytyapmiz. Keyingi safar yaxshiroq ov qilishga harakat qilamiz. Mana shunaqa joylar endi, shunaqa joylardan kiramiz endi ichkariga. Ancha ichkariga kiriladi. Piyodacha chiqadigan joyi bor. Tabiat qo'ynida ovimiz juda ham zo'r bo'ldi. Quruq bo'lmadi. Bitta bo'lsa ham sazan ovladik. Qishki kunida sazan ovlash o'zi ancha mushkulroq. Kamdan kam chiqadi endi. Mana shunaqa joylar. Havo zo'r, juda ham zo'r. Yomg'ircha tezlashib ketgani uchun qaytishga to'g'ri keldi. Endi yo'limiz ancha bor uygacha. Tuman tushib ketadi, hozir qiynalamiz ketgandan keyin. Shuning uchun qaytaverdik endi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammani o'viga baraka. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosinglar. Hammaga rahmat.